Voy jetellar, menga qara, bor bitta Johan aytib bor. Nima uchun janob mer? Johanga ish bor, tezroq yetib kelsa, juda ham zarur ish, tushundingmi? Xo'p janob mer. Nima bu o'chib qoldi tushunmadim. Axir bizda elektr toki o'chmagan, svet yonib turibdi. Nima sababdan o'chib qoldi ekan tushunmadim. Balki aytgancha bu zaryadka bilan ishlaydigan kompyuter-ku, zaryadkasi tugab qolibdi. Mayli, keyinroq zaryadkaga qo'yaman va olam guliston ishlab ketadi. Jetel? Joha, eshikka qarab yur, senga gapim bor. Mayli, hozir shu yoqdan aytsang ham bo'lardi lekin. Karashdak seni janob mer chaqiryapti, ishi bor ekan. Qanaqa ish? Bilmadim-u, lekin zarur ish dedi, juda zarur dedi, zarur Promax dedi. Mayli, hozir boraman. Obbo, qanaqa ishigina ertalabdan menimcha shu sog'liqlar so'rasa kerak, polizdagi sog'liqlarni. Yerniyapman to'g'risini aytsam. Poliz ekinlarim bor-ku, вообще-то normal o'sgan, lekin og'im kelmayapti. Erniyib aytyapman-ku. Jetel, nima gap qilaysan? Joha, tinchmisan? Normal, o'zi ham yaxshimi? Bo'ladi, chotga hammasi zo'r. Mani janob men nimaga chaqirtirgan bilmaysanmi? Ishi bor dedi, qanaqadir zarur. Tushunali. Demak, qanaqa ish borligini sen bilmaysan aniq. Yo'q, bilmayman. Nima sen boshingni bu yoqqa bu yoqqa o'rayapsan? Bu shunchaki qizib ketdim, terlashga harakat qilyapman. Qizisa terlashga harakat qiladi odam. Salqinlashga demoqchi edim. Bo'pti, men ketdim, qaror ishlarim bor. Mayli, o'zing bilasan. Assalomu alaykum janob mer. Va alaykum, keldingmi Joha? Yo'q, kelganim, uyimda o'tiribman. Uyda o'tirgan bo'lsang bo'lmasa, davay notebookni yoqda o'ynaga maza qilib Minecraftni. Qanaqa o'ynayman janob mer? Axir men siz yoningizda turibman-ku. Nima hazillashyapsan bo'lmasa? O'zingiz birinchi boshladingiz hazillashib keldingmi deb. Kelganman oldingizdaman-ku. Kechirasan. Qarochi, men bitta mashina zakaz qilgandim jiyanim uchun, kichkina jiyanim uchun anime rasmi bor mashina zakaz qilgandim. O'shani olib kelishgan ekan. Qayerga olib kelishgan? Qishloq chap tomonida bilasan, bitta eski uy bor, o'sha orqa tomonida. Qarochi, o'sha Isuzu bilan olib kelishgan ekan. Lekin qarabsizki, Isuzu yo'ldan buzilib qolibdi. Keyin menga sozlashga yordam beringlar dedi o'sha olib kelgan odam. Va men mashinasini sotib oldim, Isuzuni ham. Isuzu nima qilasiz axir? Prosta sotib olib yubordim. Chunki Isuzu bo'lsa odam maza qilsa kerak-da, bilmadim yana ham. Obbo, bekor qilibsiz lekin Isuzuni olib. Nimaga bekor qilibman? Yaxshi-yu. Bilmadim-da. Mayli, farqi yo'q. Qarochi, o'shani olib kelish kerak uyimni yonigacha. Qarochi, Isuzuni bilmadim-ku, lekin jiyanimning mashinasini uyimni yoniga olib kelish kerak. Bo'ldi, olib kelish kerak bo'lsa olib kelveraman, farqi yo'q. Bo'ldi, unda qara. O'zi qarochi, Isuzuni sozlashni bilasanmi? Yo'q, qayerdan bilaman? Qarochi, o'shani sozlab olib kelish kerak. Sozlashni bilmayman-ku. Nimadir qilmasang bo'lmaydi. Uni sozlab olib kelmasang, u yurmaydi-da. Nima qilsam ekan bo'lmasa sozlaymi ekan? Sozla, nimadir qilib sozlaganda birinchi anime rasmi bor mashinani olib kel, keyin Isuzuni olib kel. Mayli, harakat qilaman, lekin qarang, hayda olmasam mendan emas. Mayli, haydab kel. Hayda olmasam mendan emas desam haydab kel deydi. Mayli, nichivo? Jetel, nima gap? Joha, to'xtang. Nima deysan? Qaroshdak, Johani qanaqadir mashinasi bor ekan, ana u tomonda anime rasmi tushirilgan. Bor. O'shani menga bitta mindirib, ya'ni men ham bitta minib ko'ray. Yo'q, uni to'g'risini aytsam mindira olmayman, chunki u janob merdiki. To'xta, hoy, to'xtalaring, to'xta. Men minaman. Sen ham minasan? Men ham mindir, Joha, iltimos. Sanda jinni o'qib qo'yganmisanlar? Men qanday mindiraman? U janob merdiki axir. Janob mer gapiradi keyin menga sanlarni mindirganim uchun. Yo'q, gapirmaydi, iltimos, biz ham minaylik. Yo'q, unaqa degan gap yo'q. U gapni unutlaring, tushunyapsanlarmi? Unaqa mindirish degan narsa yo'q bizda. Tushunyapsanlarmi axir? Mayli, o'zing bilasan, mindirmasang mindirma. Sanda tushunmayapsanlarmi? U janob merniki deyapman. Mayli, mindirsang zo'r ish bo'lardi lekin. Yo'q, u janob merning mashinasi bo'lsa, o'zimga zo'rg'a ruxsat berdi, ya'ni haydab borishim uchun. Lekin buni to'xtanglar, rostdan ham katta Isuzu bor ekan va anime rasmi tushirilgan mana bunaqangi qizil chiroyli bo'lgan avtomobil. Hozir men buni qaranglar, animening rasmini. Qanaqa rasm? Qiz bola rasmi. Bu demak qiz bola ekan, mashinani egasi. Ya'ni Jetel janob merning jiyani bo'lgan Jetel Jiyanbek, ya'ni Jiyanxon. O'sha qiz bola ekanda, значит. Mayli, qiz bola bo'lsa ham farqi yo'q, lekin takoy mashinaga o'xshab turgan kapotning ichida nima bor? Motor bor ekan ishni. Lekin takoy bu qiz qaysi animedan bilasizlarmi? Kommentariy yozinglar. Men anime umuman ko'rmaganman va ko'rmayman ham. O'shaning uchun qiziqmayman ham. Prosta mashina chiroyli bo'lgani uchun
haydab bormoqchiman. Janob mer aytgani uchun ham haydab bormoqchiman. Vau, mana u Isuzu dahshat degan ichida bemalol narsa sig'sa bo'ladigan aytgancha mana bu mashinani shunga so'p kelishgan. Da rostdan mana uni sozlash kerak. Tak bu yerda rul narigi tomonda ekan u. Da o'zi chap tomonda bo'ladi. Da qaysi tomonda bo'ladi boshqa? Hozir buni bir amallab sozlashib kerak. Bu yoq ochilmasa qayoq ochilardi? Tak mana bu yer ochilishi kerak edi. Hozir kallasi ochilishi kerak. Nima bunaqa bo'lyapti tushunmadim. Men o'qigan vaqtimda kallasi ochilgandi mashinani, lekin hozir ochilmayapti nima edi? Qayerdir bosish kerak. Mana bo'ldi, o'xshadi. Yo, mana so'z, mana bu yer uzilgan ekan-ku. Obbo, nahotki usta bilmagan shu yer uzilgan. Hozir men buni to'g'rilayman. Tak bu yerni ham ulaymiz va bitta knopka bosilmay qo'ygan ekan. Buni ham bosib qo'yamiz, bo'ldi. Menimcha endi takoy soz bo'ldi. Endi buni o'tirib o'ppan yana buni qaranglar. Hozir qayerdir bosib, mana bu yerda bosib tushirish kerak, mana qaranglar. Ana, ko'rdinglarmi? Texnologiya deylar bu. Eshiklarni yopish kerak. Eshiklari ham zo'r ekan. Vobshe chiroyli mashina ekan, lekin menga juda ham yoqdi Isuzu. Hatta mana orqadagi anime mashina vobshe yoqqani yo'q-ku. Hatta yurishini ko'ramiz. Agar yaxshi yuradigan bo'lsa, keyin o'shanda yoqadi menga. Bo'lmasa yoqmaydi. Buni Chevrolet kompaniyasi ishlab chiqargan ekan. Juda ham ajoyib, juda ham zo'r, juda ham takoy. Hozir mana bu mashina haydab borayin janob merni uyining yonigacha. Qani tushunmadim. Hozir ko'raylikchi. O, takoy bo'lib qoldi. Menga yarashdim bu mashina. Kommentariy yozib qoldiringlar. Tak, nimagadir yurmayapti-ku bu. Menimcha balki bu ham buzilgandir. Yo, buzilgan yo'q. Nimaga bunaqa yurmayapti? Hayronman. Balki kaliti bor. Aytgancha janob merdan so'rab kelay, qanaqa yurishini bu. Aytgancha benzini yo'q-ku. Benzin bo'lmasa qayerdan yursin? Qayerda benzin bor edi? Qishlog'imizda qayerdadir benzin bo'lishi kerak. Menimcha mana bu Isuzu ham benzin bilan yursa kerak. Agar bu ham benzin bilan yursa, birato'la ko'proq benzin olib kelishim kerak. Shunda ikkita mashinaga ham birato'la benzinni quyaman-da haydab boraman. Tak, hozir boraman-da tezroq janob merni uyining yoniga borib qo'yaman bittasini mana bu Isuzuni qayerga qo'ysam bo'ladi? Mayda mashinaga sig'adi, Isuzuga joy yo'q lekin. Unda o'zimni uyimni yon tomondan aylantirib olib boraman-da, teparoqqa qo'yib qo'yaman olib borib. Hozir benzin olib kelay. Xo'sh, mana benzinni olib oldim. Endi bu benzinni tezroq olib borib qo'yaman-da haydab kelaman. Qalisanglar, yitellar. Zo'r, dahshat. Hozir mashinani olib kelaman. Olib ket tezroq. Mayli. Tak, hozir olib kelamiz mashinani. Mana shu yerdan olib kelaman. Yo. Mashina menimcha takoy mashina bo'lsa kerak. Haydab ko'rishim kerak albatta. Xo'sh, birinchi o'rinda mana bu qizil mashinaga benzinni qo'yaman. 3 ta qo'yib yuborsam yetsa kerak. Ikkinchisi va tak, uchinchisini ham qo'yamiz. Qolgan 3 tani bunisiga qo'yib qo'yaman, chunki teng qismga bo'lib qo'ymasam menimcha yetmaydi. U yoqqacha yetib bora olmaydi, ya'ni janob mer uyining yonigacha. Bularni shunday olib qo'yaman, hozir menga kerak emas. Tak, endi mana bu qizil mashina birinchi o'rinda haydab boraman, keyin Isuzuni haydab borsam bo'ladi. Nima beriga qanaqadir xitoychalabmi, koreyschalabmi, yaponchalabmi, qaysidir tilda yozilgan ekan. Kimdir mana shu tilni tushunsa, yozib qoldiringlar nima deb yozilganini. Mana qiz bola qaranglar. Mayli, mana shu qizlarga qiziqishim shart emas, boru. Hozir mashina haydab borishim kerak. Qani, ana endi yo'q, bismillah, qani, yurchi. Yurdi, ko'ryapsizlarmi? Benzin tugagan ekan rostdan ham. Burilishni ko'ryapsizlarmi? Suvga tushirmadim. Tak, buni hozir mana shu yerdan haydayman. Yo'q, bu yoqda haydaydigan bo'lsam tagi tegadi, chunki juda ham past mashina ekan. Hozir men bu yerdan sekin chiqarib ketaman. Mana bu yerda qandaydir chuqurcha bor ekan va hozir mana shu yerdan ozgina qoldi. Obbo, bu yerda shaxta bor ekan. Agar shaxtaga kirib ketganda bormidi, keyin shaxtadan chiqarishimga to'g'ri kelardi. Shaxtadan agar chiqara olmaganimda dabdala janob mer meni olib kelib shaxtaga tiqardi keyin. Hozir bir amallab chiqardim. Endi mana to'g'ri yo'ldan to'g'rilab haydab olib borish kerak. Jetellar, qochlaring bu yoqdan, yaramaslar, qoch hammang. Yo, dahshat mashina ekan, biz ham minaylik. Minasanlar keyinroq, faqat hozir emas lekin. Hozir men bu mashinani olib borib janob merni uyining yoniga joylashtirishim kerak. Minsang zo'r bo'lardi-da. Minasanlar deb meni hozir parkovka qilib qo'yishim kerak. Buni qanaqa qilib bo'lsa ham, tak, qanaqa parkovka qilsam ekan, mana shunaqaroq qilib parkovka qilish kerak, chiroyli qilib. Tak, mana shu yerda turadi menimcha. Ozgina yo'lga chiqarib yuboribman. Mana shu holatda turadi, bo'ldi. Tushaman-da, hozir atrofdagi o't yo'lanlarni yig'ishtirib olish kerak, chunki mana shu o't yo'lanlar juda ham xunuk turibdi va mana bu yerda qanaqadir narsa bor ekan, qanaqadir rasm qo'yilgan ekan. Mayli, qanaqa rasm bo'lsa ham, yani ikkita urug'ini uzoqroq otib yuboray, meni inventarimni to'ldirib turmasin. Xo'sh, lekin juda ham chiroyli ekan haqiqatan ham. Janob mer olib keldim, qalay? Zo'r mashina ekan, menga juda ham yoqdi. Sizga juda ham yoqdi, menga ham juda ham yoqdi, chunki haydash mazza ekan. To'g'ri, lekin betidagi rasmlar xunuk ekan. Menga ham yoqmadi, lekin ko'pchilikka anime yoqadi. Sen obunachilarga ham yoqadimi? Bilmadim, obunachilar kommentariy yozib qoldiringlar, sizlarga anime yoqadimi, yo'qmi?
Короче, obunachilaringga yoqsa kerak. Kanaliga obuna bo'lish ham yoqadi, yoqmaydi bilmadim. Kanaliga obuna bo'lishini aytib qo'y. Ha, aytaman, obuna bo'lishadi, ular o'zi aqlli. Mayli, borib Isuzuni ham olib kel endi. Hozir olib kelaman, lekin Isuzuni haydash biroz qiyin ekan, lekin sozladim. Yaxshi ish qilibsan sozlagan bo'lsang. Hozir borib haydab kelaman unda. Mayli, tezlash. Bo'pti. Jitali gap. Mana bu mashina men ham haydab ko'ray. Borib janob merdan so'ra, mendan so'raysan, meni mashinam emas u. Xo'p, Isuzuni bir amallab olib kelib olsam, lekin bor eng katta ishni qilgan bo'laman, chunki Isuzu juda ham haydash qiyin bo'lgan mashina, chunki u juda ham katta mashina. Ko'ryapsizlar, buni turishini qaranglar. Bahaybat mashina. Xo'sh, asta-asta tushamiz. Mana bu yoqdan tushdim, mana yetib keldim. Qani ochamiz va minib ko'raman. Ana bismillah, yaxshi, juda ham chiroyli. Bo'ldi, endi bu mashinani mana bu tomondan olib ketaman, chunki bu tomon qulay menga. Bunga ham tekisroq joy kerak, chunki bu juda ham og'ir mashina, katta mashina. Lekin buni mana o'zimni uyim tomondan olib bormasam bo'lmaydi, chunki u tomondan sig'maydi, juda ham katta bo'lgani uchun ham. Mana bu yerda esa bizning qishlog'imizni, ya'ni meni uyim tomondan chiroyli yo'li bor. Shu tomondan olib boraman. Xo'p, mana shu yerga hozir asta-asta bir to'xtatib olayin. To'xtatmasdan bu yerdan yurib bo'lmaydi. Xo'sh, mana shu yerda turib tursin. Hozir tushib yo'l ko'rayin-da, qayerdan haydasam bo'ladi. Mana bu yerdan haydab borsam keyin xo'p, mana bu yerda podyom bor. Podyomdan chiqa olmaydi, menimcha juda ham qiyin podyomdan chiqish. Bu yerdan o'tkazsam esa chuqurga tushib qoladi. Yoki narigi tomondan aylantirib kelaymikan. Ya'ni qayerdadir yo'l bo'lishi kerak. Hozir to'xtab turinglar, bitta mana bu yerda yo'l bor edi. Ya'ni mana shu yerdan olib kelsam-da, mana qizil mashinani chekkaroq qo'yib qo'ysammikan, yo, to'g'risi bu yerdan olib kelsam uzoq bo'lib ketar ekan. Tinchgina mana shu yerdan o'tkazib qo'yaman. Chuqurga bir tomoni cho'kadi-yu, lekin bir amallab cho'kmaydigan qilib o'tkazib ketaman. Haydashni professional darajada bilaman, asta-asta haydab o'tib ketaman. Tak, bu cho'kdi aytdim, bir tomoni cho'kadi deb. Yaramas yetal qoch urib ketaman. Urib ketdimmi bilmadim nima bo'lganini. Xo'p, bu mashinani hozir mana shu ikkita uyni o'rtasiga joylashtiraman, lekin qanday joy, voy, nima bo'ldi? Tiqilib qoldim, nima bo'lo? Yur endi, yur, nima qilib qo'yding? Bo'ldi, mana yurdi. Taksal orqaroq qolib qo'yamiz, chunki mashinalar uylarning o'rtasiga kirib ketmasligi kerak. Bu yerni rasvos chiqibdi-yu, o'ziga joy ochib olibdi mashina, juda ham chiroyli bo'libdi, lekin mana bu yerda ikkita blok ortiqcha bo'lib qolibdi. Buni olib tashlayman va takoy bo'ldi endi.